Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, hamma yaxshimi? Hammaga salom. Mana bizneslarni kengaytirishga davom etyapmiz. Xudo shu o'lchagimiz yonida hovuz bor edi. Shu 20 ga 25 shu yer bo'sh turganda, shu yerdan bo'sh turmasin deb manfaatli yo'lda foydalanyapmiz. Xudo xolasa. Ilonbosh bizning baliq biznesi, ya'ni Ilonbosh biznesi bilan yangi kanalimizni qo'shyapmiz. Xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib borasizlar. Ilonbosh lichinkalari mana. Ilonbosh lichinkalari mana shu yerga 1000 dona tashlayapmiz. Hozir endi bir 300 ta nari beri olib keldik. Xudo xolasa davom bor. Sizlarga ilindik. Xudo xolasa biz proba qilib beramiz. Yoritib beramiz shu biznesni hozir internetda rosa rivojlanyapti. Foyda bormi yo'qmi sizlarga ko'rsatib beramiz. Shuni biz bilan bizni kuzatib borsalar, sizlarga qanday boqilishi, qanday yem yeyishi, nisbi rasxod hammasini xudo xolasa ko'rsatib beramiz sizlarga. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Mana xudo xolasa tashlayapmiz ba'lar. Duo qiling. O'zing barakangiz bersin, ya'ni biz sizlarning rivojini berdik. Ana bo'g'ilib ketmasin uchun. Shu baliq o'zining zelenkasi unchalik yara chuqalariga dori bo'lar ekan. Albatta baliq ko'chirilayotganda shu dorilansa unchalik yaralari buriladi, aba bo'ladi. Shu tuz suv bilan mana vanna qilib tashlanar ekan bir kuch. Sana borasam, buni o'zimiz uchun sanadik. O'rtacha necha kiloga o'tirganini. 15 kilo chiqdi shu. Senin tasarrufun çıkıyor. Oğlum. Haydi bak bak. Mayonnaise mi? Yapalım mayonnaise mi? Yok. Bunu yap. Teşekkür var ekan. Tamam dedi. Tamam. O zıp. Ama O olduğunu falan götürecek.
Mana defet bor ekanmi? Tilib qoldi shuna bir ko'rib qo'yapman. Dedem. Dedem. Kadang dedem onu tıptı bırakıyor. Onu tıptı bırakıyor. Onu tıptı bırakıyor dedi baba. Dedi tıkmadı. Yo'q. Ha? Charchab qoldi. Ha? Charchab qoldi, charchab. Qayda? Bu idishda. Idishda charchab qoldi-da. Elga Ana navda tentalib qoldi. dima qilib shekilda. Ularni sayozroq suv tashab turish kerak. Hazillab turgan. Lekin tirik. Shularni namiga bir tanasi ko'rinib turadigan qilsam, qovib turadi. Yuzta suvga. Jalan ko'rinib qo'shiladi. No, uyda bitta bor ekan. Yo'q, olib ketdi. Aşk tarafta turursun shular. Nechta dedi? Idiga Dedem keladi. ona. Dedem ona. 15 kilosi idiga o'lyapti. Ha. Shunda hozir 100 kilomi necha kilo edi? 15 kilo edi. Yo'q, общий hammasi. 87 kilo chiqdi. 87 kilo. O gitti kakama. Dedem. O gitti kakama. Hop, bitta baliqni 290 grammdan to'g'ri kelyapti ekan. O gitti kakama. Uchdan ozroq ekan. Xudo xolasa podpiskani bosib qo'ysalar, do'larni ko'rib turasizlar. Allohga uchun rahmat. Yurib ketdi. Ha, yurib ketdi. Dedem. Mana cho'changimiz yonida. Uyda ham yana bitta hovuz qilganmiz, unga matka tashlaymiz. Keyingi yilga o'zimizda peshinga chiqadi, xudo xolasa. Hali matkalarni ham syomka qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.